Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Yangiyo'l tuman axborot kutubxona markazi sizlarning e'tiboringizga ingliz yozuvchisi Jorj Oruell tavalludining 123 yilligi munosabati bilan uning qalamiga mansub bo'lgan 1984 asari asosida book treylerini e'tiboringizga havola etadi. 1949-yilning 8-iyun kuni Jorj Oruellning mashhur 1984 romani dunyo yuzini ko'radi. Anti-utopik janrda yozilgan bu asar dastlab Yevropadagi oxirgi inson deb nomlangan edi. Lekin kitobni nashr etishdan avval uning nomini o'zgartirish qat'iy talab etilganligi bois Jorj Oruell kitob nomini 1984 deb o'zgartiradi. Xo'sh, Jorj Oruell asarini nima sababdan bunday nomlagan edi? Bunday nomni eshitgan odam, demak bu asar turli xil fantastik filmlardagi kabi insonning yo'q bo'lib ketishi, uning g'ayridunyoviy maxluqotlar bilan kurashi to'g'risida bo'lsa kerak degan fikrga kelishi mumkin. Lekin Oruellning bu asari yagona tirik qolgan yoki jismoniy jihatdan yo'qlikka yuz tutgan insoniyat haqida emas. Asarda bizning dunyoyimizda bo'lgani kabi millionlab, milliardlab odamlar hamon yashamoqda edi. Lekin asarning bosh qahramoni Uniston bir jihatdan Yevropadagi, balki yer yuzidagi oxirgilardan edi. Xo'sh, Uniston qaysi jihati bilan millionlab odamlar ichida oxirgilardan edi? U fikrlar edi, u inson edi. Shu sababdan partiyaning dushmanlaridan edi. Tabiiyki aytishingiz mumkin, odam bo'larkanmi, fikrlamas ekanmi? Asarda hukmron partiyaning asosiy maqsadi bu insonlarni fikrlashdan to'xtatish edi va bunga deyarli erishishgan edi. 1984 romani 1988-yilda SSSR hududida tarqalgan. Bu bejizga emas, romandagi voqealarga sobiq sovet tuzumini asos qilib olishgan. Insonni fikrlashdan to'xtatish mumkinmi? Bu qanday bo'lishi mumkin? Bu orqali nimalarga erishish mumkin? Uniston katta og'aning kuzatuvidan qochib qutula oladimi? U o'zi kutgan porloq kelajak bir kun keladimi? Yoki partiya abadiy yashab qoladimi? Bu savollarga javob topishni istasangiz, 1984 romanini albatta o'qib chiqing. E'tiboringiz uchun rahmat.